Mana o'rtoqlar, bodringni tozalab, to'g'rab oldim, chesnok soldim. Ukrop обязательно и lavrus 5-6 ta lavruzni maydalab tashlaysizlarda. Tuz soldim. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib. Tuzi kamroq ekan. Bodring tuzli rosa yaxshi ko'radi. Men Rossiyadan o'rganib kelgan salatim edi bu. Bunday qilamizda. Aralashtirib. Kichkina to'g'raga solib. Ustini yaxshilab og'ir tarelka bilan bostirib qo'yamiz. Shu bilan salatimiz 1-2 soat qalayida turadi. Shu bilan tayyor bo'ladi.